60. Assalomu alaykum. Hozir mana eshitdinglar. Radar na 60. Ishonasizlarmi? Hozir ayni vaqtda Tapovichdan o'sha rohat krugiga, ya'ni aylanma yo'liga kelyapman. Ana bu radar detektorini chakkaga tingani yo'q. Obyekt пройден deydi, ya'ni radar ortda qoldi deydi va keyingi radar haqida shu zahoti ma'lumot beradi. Salkam har yarim kilometrga radar moslamasi o'rnatilgan. Savol: shunda mana shu ko'chani har yarim kilometrda odam o'lyaptimi har kuni yo har kuni mudhish yo'l transport hodisalari yuz beryaptimi? Bu nima degani? Bu nima amaliyot? Har yarim kilometrda radar moslamasi. Bundan mashinani kapotiga o'rnatib beringlar bittadan radar moslamasini, yo ichiga o'rnatib beringlar, yo ishlab chiqaruvchi shunaqangi komplektatsiya ishlab chiqarsin, radar moslamasini mashinani o'ziga o'rnatib beringlar. Bu nima degani? Kordon. Hozir mana belgilangan radar kompleksidan o'tamiz, diqqat bilan e'tibor beringlar. Keyingi radar moslamasi haqida radar detektor xabar beradimi yo'qmi? 150 140 metr qoldi. Mana hozir o'tamiz o'sha radar moslamasidan. Mana o'tdik. Объект пройден. Obyektdan o'tdik. Mana orada qancha masofa yuramiz? Камера на 60. Контроль светофора. Marhamat. Контроль разметки. Marhamat. Biridan o'tishingiz bilan radar detektor ikkinchisi haqida xabar beryapti. Ya'ni orada bir nima yo'q. Bir interval, bir nimadir yo'q. Demak, bu ko'chalarni har kilometrda, har yarim kilometrda har kuni odam o'lyapti. Bundan avvalgi yo'l harakati qoidalarida radar moslamalari aynan yo'l transport hodisasi o'choqlariga o'rnatilish haqida gapirilgan edi. Keyin butun shahar hududida tezlik 60 ga belgilangandan keyin xohlagan joyga o'rnatishni boshlashdi. Объект пройден. Камера на 60. Контроль светофора. Контроль разметки. Tingani yo'q chakkaga, tingani yo'q. Har yarim kilometr, har 300-400 metrda radar detektor radar moslamasi borligi haqida ma'lumot beryapti. Har yarim Радар kilometrda. на 60. Tingani yo'q chakkaga, tingani yo'q. Bu shaxsiy fikrim mutlaqo noto'g'ri podxod, noto'g'ri yondashuv. Радар на 60. Контроль в спину. Marhamat, keyingisi cheki yo'q, chegarasiz. Muammoni yechimi tomon tashlangan to'g'ri qadam emas. Bu to'g'ri yondashuv emas. Bu sog'lom yondashuv emas. Bu keskin e'tirozlarni keltirib chiqaradi, huquqiy nigilizmga start beradi va yo'llarda agressiv, norozi kayfiyatdagi haydovchilar sonini oshiradi. Mana shu uchun xizmat qiladi. Qolaversa byudjetni ham Контроль to'ldiradi. в спину. Объект пройден. Obyekt пройден. Bitta obyektdan o'tdik. Радар на 60. Контроль в спину. Rahmat. Aytmasanglar ham o'zi sanab ketyapman. Har 500 metrdan keyin radar borligini bilib bo'ldim. Radar detektor aytmasa ham his qilyapmiz, bor deb. Контроль в спину. Control в spino, ya'ni ortdan fiksatsiya bo'ldi. Endi qoida buzganimiz yo'q, albatta. No, qoida buzalik bo'lsa ortdan fiksatsiya qiladi. Nafasimizni rostlab olamiz. Radar kompleksi ta'sir doirasida emasmiz. Mana nafas olib, bemalol gaplashib ketishingiz mumkin, ammo qani qanchaga cho'zilar ekan bizdagi bu xotirjamlik. Bosib o'tgan bo'lsak, bir 200-300 metr bosib o'tdik. Hozircha radar detektorda chakkaga dam olyapti, ammo menimcha bu uzoqqa cho'zilmaydi. Xullas, safarimiz 7-8 kilometrlik masofadan iborat bo'ldi, lekin 10 dan ortiq, bir 15 ga yaqin radar komplekslari nazorat qilayotgan hududlardan o'tishga majbur bo'ldik. Men tezlik tarafdori emasman, lekin muammoni yechimiga bu tarzda yondashilmaydi. Bu noto'g'ri yondashuv deb hisoblayman. Buni nazariy jihatdan ham, amaliy jihatdan ham isbotlab berishga tayyorman. Kuninglar yaxshi o'tsin, safaringiz bexatar bo'lsin. Yo'l harakati xavfsizligi qoidasiga amal qilishni unutmanglar. Yo'l qoidasi bu obrazni aytganda qon bilan yozilgan. Uni buzishga hech kimning haqqi yo'q. Na ayol bo'lsin, na erkak, na yosh, na qari farqi yo'q. Unga qat'iy amal qilishga barchamiz majburmiz. Omon bo'linglar.